O'zbekistonda minglab yoshlar ingliz tilini o'rganmoqchi, ammo ularning yo'lida to'siqlar ko'p. Eski metodikalar, sust motivatsiya va murakkab tizimlar. Biz aynan shu muammoni ko'rdik. So'z yodlash jarayoni juda sekin va murakkab edi. 2,5 yil oldin biz yangi, oson deb nomlangan g'oya ustida ish boshladik. Talab biz kutgandan ham yuqori bo'ldi, chunki bu oddiy ilova emas edi, bu yechim edi. Shu g'oya asosida Onset tug'ildi. Bepul va samarali til o'rganish platformasi. Bugungi kunda 100 mingdan ortiq yosh va qari Onset orqali til o'rganishga urinmoqda. Har juma ular o'zaro musobaqalashadi. Ular ilova ichida gaplashadilar. Onset ular uchun imkon, ilhom va harakat. Mukofot yutug'i bu biz uchun yakun emas, balki boshlanish bo'ladi. Biz ushbu mablag'ni ilovani kengaytirish, yangi tillarni qo'shish va eng asosiysi o'zbek yoshlariga chet tillarini bepul o'rganish imkonini berish uchun ishlatmoqchimiz. Chunki biz ishonamiz, til bu imkoniyat. Uni egallagan yosh kelajak egasidir. Onset, har bir yurakda ishonch, har bir qo'lda qudrat.